xizmat qiladi. O'zbekiston kasb uyushmalari Federatsiyasi saroyida mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha Respublika uch tomonlama komissiyasi hamda Koreya iqtisodiy, ijtimoiy va mehnat kengashi delegatsiyasi vakillari uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ta'kidlash zarurki, Koreya iqtisodiy, ijtimoiy va mehnat kengashi raisi Gi Seop Kwon boshchiligidagi delegatsiyaning tashrifidan maqsad O'zbekistondagi ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha Respublika uch tomonlama komissiyasi faoliyati bilan yaqindan tanishish hamda bu borada mamlakatimizda to'plangan boy tajribani o'rganishdir. Muqaddas zaminimiz bu yerda yashab mehnat qilayotgan bag'ri keng, tanti va keyingi yillarda prezidentimiz rahnomaligida taraqqiyot yo'liga chiqib olgan ko'p millatli xalqimizning ayni davrdagi kelajakka bo'lgan intilishi dunyo e'tiborida. Bunga har bir sohadagi yangilanishlar yaqqol misol bo'la oladi. Shu bois ham yurtimizga hamkorlik qilish, kerak bo'lsa endi ayrim jihatlarni bizdan o'rganish istagida bo'lgan mehmonlar oqimi ko'payib bormoqda. Shu jumladan mamlakat kasb uyushmalari tizimida ham. Janubiy koreyalik mehmonlar dastavval davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yangidan hayot baxsh etilgan muhtasham O'zbekiston kasb uyushmalari Federatsiyasi saroyi bilan tanishar ekan. Bu yerda san'atsevar insonlar, ayniqsa iqtidorli yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratilganligini mamnuniyat bilan tilga olishdi. Uchrashuvda O'zbekiston kasb uyushmalari Federatsiyasi raisi, ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha Respublika uch tomonlama komissiyasi raisi Qudratulla Rafiqov prezidentimizning alohida e'tibori tufayli ikki mamlakat o'rtasidagi ko'p qirrali va uzoq muddatli aloqalar mustahkamlanib borayotganini ta'kidlab, inson qadri uchun g'oyasidan kuch olayotgan barcha sohalardagi islohotlar mehnatkashlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari, mehnat huquqlarini ta'minlash yo'nalishida ham o'z samarasini berayotganligiga alohida to'xtalib o'tdi. Qayd etish joizki, Xalqaro mehnat tashkiloti standartlariga muvofiq milliy uch tomonlama ijtimoiy muloqot hukumat, xodimlar va ish beruvchilar tashkilotlari o'rtasida mehnat sohasiga ta'sir ko'rsatadigan jarayonlar, qonunlar va qarorlar bo'yicha maslahatlashuvlar borasidagi o'zaro hamkorlikni o'z ichiga oladi va samarali bandlikni ta'minlash hamda aholini ijtimoiy muhofaza qilish, xalqaro mehnat standartlarini amaliyotga tatbiq etish, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorini tartibga solish, gender tengligi va mehnat muhofazasini ta'minlash, jamoaviy mehnat nizolarini va ekologik mas'uliyatli iqtisodiyotga bosqichma-bosqich o'tish masalalarini hal etishda muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha Respublika uch tomonlama komissiyasining raisligi har 3 yilda bir marta ijtimoiy sheriklik taraflaridan biriga o'tadi. Bugungi kunda Respublika uch tomonlama komissiyasiga O'zbekiston kasb uyushmalari Federatsiyasi raislik qilmoqda va bu davrda mehnat sohasini tartibga solishda uch tomonlama ijtimoiy muloqotni yanada rivojlantirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib, muayyan natijalarga erishildi. Xususan, ijtimoiy muloqot va jamoaviy muzokaralarni rivojlantirish bo'yicha tumanlar, shaharlar va viloyatlar darajasida hududiy tarmoq jamoa kelishuvlarini tuzish amaliyoti tiklandi. Tashkilotlarda gender auditi o'tkazilmoqda. 2023-yilda barcha jamoa kelishuvlari va shartnomalari O'zbekiston Respublikasining yangi mehnat kodeksi va bosh jamoa kelishuvi talablarini hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqildi. Ta'kidlash zarurki, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi mehnat kodeksida ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha Respublika uch tomonlama komissiyasining vakolatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Uchrashuv davomida mehmonlar mazkur yo'nalishlarda amalga oshirilayotgan tizimli ishlar bilan batafsil tanishtirildi. Shuningdek, mamlakatimizda bugungi kunda Vazirlar Mahkamasi, kasb uyushmalari Federatsiyasi va ish beruvchilar konfederatsiyasi o'rtasida imzolangan bosh jamoa kelishuvi asosida tuzilgan 14 ta hududiy va 103 ta tarmoq jamoa kelishuvlari, tashkilotlar miqyosida esa turli sohalarda mehnat qilayotgan xodimlar manfaatlarini qamrab oluvchi 127 mingdan ortiq jamoa shartnomalari amal qilayotgani, mazkur hujjatlar asosida mehnatkashlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari va mehnat sohasidagi huquqlarini himoyalash borasida O'zbekistonda to'plangan tajriba to'g'risida atroflicha ma'lumot berildi. O'z navbatida Koreya iqtisodiy, ijtimoiy va mehnat kengashi delegatsiyasi vakillari ushbu sohada mamlakatimizda to'plangan ijobiy tajribani o'rganishdan manfaatdor ekanliklarini e'tirof etdilar. Bu boradagi hamkorlikni yo'lga qo'yish va kuchaytirishga doir takliflar asnosida mamlakatimiz ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha uch tomonlama komissiyasi hamda Koreya Respublikasi iqtisodiy, ijtimoiy va mehnat kengashi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Assalamu alaikum. 저는 삼자위원회
Men Koreya kasaba uyushmalari federatsiyasi kotibi sifatida shuni aytishim zarurki, bugun imzolangan anglashuv memorandumi ikki tomon uchun ham birdek ahamiyatga ega. Bugungi uchrashuv va qo'shma seminar ushbu memorandumda ko'zda tutilgan masalalar yuzasidan hamkorlikning ilk qadami bo'ldi. Ushbu hamkorlik ikki mamlakat uchun ham samarali natijalar beradi. Xususan, uch tomonlama hamkorlar uchun ham dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan mazkur memorandum ikki mamlakatda uch tomonlama muloqotni yanada rivojlantirish, bu borada to'plangan ijobiy tajribalarni ommalashtirish, samarali bandlikni ta'minlash va xodimlar ijtimoiy himoyasini ta'minlash borasidagi ishlarni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bu boradagi sa'y-harakatlari, xalqaro tadbirlar, turli davlatlar bilan yo'lga qo'yilgan samarali hamkorlik aloqalarida yaqqol namoyon bo'layotgani hamda o'zining ijobiy natijalarini berayotganining guvohi bo'lmoqdamiz. Meni juda quvontirgan jihatlardan yana biri O'zbekistondagi ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha uch tomonlama munosabatlarning tobora rivoj topib borayotganidir. Afsuski, hozirda Janubiy Koreyada bu unchalik shakllanmagan va bu tizimni o'z yurtimizda ham takomillashtirish harakatidamiz. Shundan so'ng ijtimoiy muloqotni yanada rivojlantirish va mustahkamlash mavzusida o'tkazilgan qo'shma seminar davomida, jumladan ijtimoiy muloqot orqali milliy raqobatbardoshlik va mehnatni boshqarish munosabatlarini oshirishning namunali misollari bu boradagi tahlillar yuzasidan muhokamalar bo'lib o'tdi. Xo'sh, bunday yondashuv amaliyotda qanday natijalar beryapti? Ushbu savolga javob olish maqsadida mehmonlar Toshkent shahridagi korxonalarning birining boshlang'ich kasaba uyushmasi qo'mitasi va ish beruvchi o'rtasidagi ijtimoiy sheriklik va ijtimoiy muloqot tizimi, jamoa shartnomasining mazmun mohiyati va ushbu lokal hujjat orqali xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari va mehnat sohasidagi huquqlarini himoyalash, mehnatni muhofaza qilish borasidagi amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdilar. Koreyada ham ko'plab mashina zavodlari bor. Bu zavodda ham ulardan qolishmagan holda ilg'or texnologiya mavjud ekanligini va shu bilan birga xodimlarga qulay sharoitlar yaratib berilganini ko'rdik. Bu uch tomonlama hamkorlik doirasida amalga oshirilayotgan ishlarning amaldagi ijobiy natijalarini yaqqol ko'rsatib turibdi. Keng qulay muhit, zarur va zamonaviy shart-sharoitlar, mehnat muhofazasi, bularning barchasi yaxlit tizimda o'z aksini topganligining guvohi bo'ldik. Qolaversa, ushbu sohadagi yutuqlar zamirida mamlakatingiz prezidentining inson qadrini ulug'lashga qaratilgan tashabbuslari mujassam. Biz buni o'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz va juda xursandmiz. Xuddi shunday uchrashuv Toshkent viloyatidagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlardan birida ham tashkil etildi. Har qanday korxonaning iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari ilg'or tajriba, zamonaviy texnologiyalar, innovatsiya va malakali kadrlar bilan bog'liq. Mazkur jarayonda xodimlar uchun xavfsiz va munosib mehnat sharoitlarini yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Janubiy koreyalik mehmonlar Chirchiq shahridagi ushbu tekstil korxonasi misolida ham bunga yana bir bor amin bo'lishdi. Kasaba uyushma qo'mitasi va ish beruvchi ijtimoiy sherikligida mehnatkashlar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishuv jarayoni delegatsiya a'zolarida katta taassurot qoldirdi. Sanatoriylarga bepul yo'llanmalar, turli sayohatlar, tushlik transport, hammaliga bepul. Men bu imkoniyatlardan juda ham mamnunman. Shuningdek, ijtimoiy mehnat masalalari bo'yicha Toshkent viloyati hududiy uch tomonlama komissiyasi a'zolari bilan suhbat o'tkazildi. Samarqand viloyatidagi tashkilotlar bilan tanishuv jarayonlari Samarqand shahar ishsizlarni kasb-hunarga o'qitish markazi Koika faoliyati bilan tanishishdan boshlandi. Samimiy ochiq muloqot asnosidagi suhbat Samarqand viloyatidagi hududiy uch tomonlama komissiyasi a'zolari bilan ham bo'lib o'tdi. Ijtimoiy mehnat sohasi uchun malakali kadrlarni tayyorlashga yo'naltirilgan O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasida yoshlar uchun yaratib berilgan zamonaviy sharoitlar ham mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Bu boradagi ijodiy ilmiy izlanishlar, talabalarning o'qishga bo'lgan kuchli intilishlari yangi O'zbekiston oldida turgan katta maqsadlariga hamohang ekanligi mamnuniyat bilan e'tirof etildi. Umuman har bir manzil, har bir uchrashuv mehmonlarning hayratini oshirib, yorqin taassurotlarini inom etdi. Hayotimiz yildan yilga va kun sayin yaxshilanib, yangilanish va ijobiy o'zgarishlarning epkin shabbodasi har bir yurtdoshimizning ko'ngliga yanada ko'proq ishonch bag'ishlab, ona vatanga bo'lgan muhabbat tuyg'usini jo'sh urdirmoqda. Buni birgina mehnatkashlar va ularning oila a'zolarini sog'lomlashtirish va dam oldirish yo'nalishida yaratilayotgan jahon standartlariga mos sharoitlar misolida ham ko'rish mumkin. Mehmonxona tipidagi Sevarsoy sanatoriysi O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tizimidagi 31 ta sihatgohlardan biridir. Bundan tashqari mamlakatimiz kasaba uyushmalari federatsiyasi tasarrufida 100 ga yaqin bolalar sog'lomlashtirish oromgohlari faoliyat ko'rsatmoqda. Tabiat qo'ynida joylashgan bu sanatoriy juda chiroyli ekan. Vaqtimiz bo'lganida bu yerda yana bir muddat qolib, bajonidil hordiq chiqarar edim. Ishchi xodimlarning ta'til vaqtlarida shunday shart-sharoitlarga ega maskanda dam olishlari uchun O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi tomonidan yaratilgan imkoniyatlar tahsinga sazovor. Bu borada O'zbekistonni namuna sifatida olib, bizlar ham ishchilar dam olish maskanlarini ko'plab barpo etishimiz kerakligini angladim. Uch tomonlama hamkorlik bo'yicha tajriba almashish asnosida mamlakatingizda mazkur yo'nalishda qo'lga kiritilgan ko'plab yutuqlar, jihatlarni o'rganmoqdamiz. Biz uchun bu nihoyatda zarur va foydali
quvonarli. O'zbekistonda ishchi xodimlarning ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlari va mehnat huquqlarini himoyalashga qaratilgan e'tibor juda katta ekanligiga amin bo'ldik. Demakki, kelgusida bu boradagi hamkorlikni yo'lga qo'yish samara beradi deb o'ylayman. Hozirgi paytda iqtisodiyot va sanoat yo'nalishida Koreya Respublikasi bilan O'zbekiston o'rtasida hamkorlik jadal rivojlanmoqda. Prezidentingiz olib borayotgan odilona siyosat tufayli barcha sohalar rivojlanib borayotganini butun dunyo hayrat bilan kuzatib turibdi. Har bir kun yangi natijalar va yutuqlarga boy. Misol uchun, yaqinda futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi ilk bor jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritganidan barcha qatori biz ham nihoyatda xursand bo'ldik. Va bu kabi tarix zarvaraqlarda o'zining yorqin izini qoldirayotgan voqealar jadal rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi dadil qadamlardan darak beradi. Janubiy Koreya delegatsiyasi a'zolari Toshkent va Samarqand shaharlarining tarixiy obidalari, diqqatga sazovor joylarda ham bo'lishib, yorqin taassurotlarga ega bo'ldilar. Bir necha kunlik tashrif nihoyatda samarali kechib, sohadagi o'zaro manfaatli aloqalarni rivojlantirishda muhim qadamlar tashlandi. Mamlakat